Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ana xudo xolasa kafelimizni ham tugatdik. Shu kafelimiz devordiki 60 ga 120, paloydiki 20 ga 120 bo'ldi. Bu yoqdan sразу eshikdan kirganda tomonda kulchator, bitta rozetka. Bu yerda rakovina qo'yiladigan. Tepada zerkala bo'ladi, podsetkali. Kabel tashlab ketilgan. Bu yerda installyatsiya, osma tualet. Qurbishlarni ham kesib, chiroyli qilib bitirib qo'ydik. Endi zatirkasi qoldi. Bu tomonda platin sushitel bo'ladi elektronli. Ham kabel tashlab ketdik. Bu yerimiz dushovoy xona. Xudo xolasa dushovoyimiz 90 ga 1.40 bo'ldi razmeri. Juda go'zal chiqdi. Bu o'rtiklarni ham chiroyli qilib qurbishlarni kesib, xudo xolasa bitirib qo'ydik. Bu o'rtigimizning razmeri 13 sm bo'ldi. Chastayotgan hisobiga ko'tarilib ketdi. Bu yog'i 7, ichi 5 bo'ldi. Palovda kafelimiz to'g'ri chiqib, bu tomon shaxmat ko'rinishida derdik. Tomoni devor ham polni patologgacha kafeldan terildi palovdan. Xudo xolasa o'ta go'zal bo'ldi. Xo'sh, bu tomonimiz parelka bo'lar ekan. Xlogidrelni surib berdik. Xudo xolasa bitgandan keyin ko'rsatamiz. Bu yerga 5 sm kusok qo'yib bering deydi. 45 dan kesib qo'yib berdik. Xudo xolasa o'ta go'zal chiqdi. Endi santenilar unitazda rakvinalarni qo'yib bersa, xolos yerda bo'lsa bitgandan keyin videosini qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa podpiska bo'lib qo'yinglar. Hammaga omad.